Bugun sizlar bilan atigi 200 ming so'mga tovuq ekmek tayyorlab ko'ramiz. Ko'ramiz qancha chiqargan. Birinchi bo'lib bozordan eng kerakli mahsulot tovuq filesini 2 kilo olamiz. 95 ming so'm bo'ldi. Kashin churuq va qizilcha 5 ming so'mga tushdi. Pomidor hamda tuzlangan bodring umumiy 22 ming so'm. Iceberg 10 ming so'm ekan. Ovqatimiz yanada bagir bo'lishi uchun 10 ming so'mlik karishka ham qo'shib o'ramiz. 1 litr yog' 20 ming so'm. Qolgan pulimiz non, mayonez va ozgincha tomat uchun yetarli bo'ldi. Uyga ham kelib oldik. Birinchi ishimizni fileni muzlatgichga qo'yib, kartochkamizni tozalashdan boshlaymiz. Keyin fri shakliga keltirib, qizib turgan yog'da pishirib olamiz. Frimiz pishgunigacha pomidor, iceberg va bodringni parre-parre qilib kesib olamiz. Navbat muzlatgichdan chiqqan fileni yuqaroq qilib kesib olishga. Boya idish tagida qolgan 100 mg yog'ni filening ustiga quyamiz. Mana endi tuz, qatiq va ziravorlar bilan uchrashuv vaqti. Endi yaxshilab aralashtirib, tovuqni pishirib olsak ham bo'ladi. Ozgina qizartirib olganimizdan keyin past olovda qopqog'ini yopib dimlab qo'ysak, yumshoqqina bo'lib pishadi. Bu orada sousimizni tayyorlab olamiz. Qozonchamizga 1 qoshiq sariyog', 2 qoshiq tomat solib, ozgina qovurib, keyin ustidan quyi suyuqligiga qarab suv solamiz. Qarabski bitta qaynab chiqsa tayyor. Nonni qizib turgan tovuqni ikki tarafini qizartirib, birinchi mayonezni, undan keyin sabzavotlarni ketma-ket tushiramiz. Tayyor bo'lgan tovuqimizdan ham to'latib solamiz. Fri, sos, mayonez. Qarabski tovuq ekmek tayyor. Esimdan chiqqan qolgan chiqimlarni ham qo'shsak, 210 ming so'm ketdi va naqd 10 ekmek chiqdi. Ko'chada aynan shu taom 45 mingdan sotilayotgan ekan. Bizaniki bo'lsa 21 mingga tushdi. Deyarli 2 barobar foyda. Yoqqan bo'lsa like bosib, albatta siz ham tayyorlab ko'ring.